Eğizim bek puraydı, nurgun neslini işletip eğiz puraşını yoqtamadım deganlar ma mazmunga bir tal yürek birip gönc oqul ötüp anlagan bolsanglar mazmun bek isila. Mana mavu g'ish, yani qumush. Bu qumush mushu sasliqlarga, cho'lliklarga, anandan boshqa mushu zayt tuproqlarga ko'proq unib qoladi. Mushu unib qolgan qumushni ko'lab buning yıldızını ayırıp elib olamiz. Ayırıp elib olgandan keyin taxminan 1 kilo atrofidagi yıldızını kız yuvutib cho'tkilab yuvgandan keyin buni bir qozon suv silib ravus qaynatgandan keyin buning 1 stakan suyiga 4 qo'shiq oq shakarni aralashtirib kunlik bir vaqt ichib beramiz. Har kuni yetishdan burun 10 minut burun mujning suyidan 1 stakan ichib berib yetib odatlanib udabi 12 kun odat qilib bergan chog'imizda shu oshqozon ojizlikdan bo'lgan shu eğiz purashga bek isil manfaat qildi. Shuning suyini o'zimizga shu ilqa turmushimizga odatlantirib bersak 7 kundan 12 kunga chiqib berganda shu eğiz purash shundaqlar nurg'un shifasi va yoki shu eğiz purashga amallarni qilib unumini ko'rmaganlar sinab baqsanglar bo'ladi.